Yaxshi xabarni bildim. Yomon xabarchi. Bu atani kontrol qilmayaptimi? Nima? Bo'lgan ahvolni oliylarga darhol doklad qilaman. Hop. Maxluq odam hangdan tushib ketibdi. Meni ochdi hayot. Bilaman. Kasbiy qotillarni avatgan. Hop. Hammasini tirik tutinglar. Bu so'ldak ishning bo'lmaganda. Darhol sinovamisi bo'lmaydi. Lekin askarlar hozirlik qo'llab keladi. Yo'shondigan joy izlaylik. Sizning odam go'shti yeyish xumoringiz qachondan boshlangan? Ko'rib qoldingmi? Ansirma, men texi odam yeb baxmidi. Shundaqmi? Naq gapga kelsak, bu so'ltak nimishqa o'g'il boldek yosinib yuriydi. Balkim 13-numurdan tepilishidan ansirgan. Agar uning oymat yalgusini avlod ekanligi oshkorlanib qolsa ish chataq. Shundaqdimi bunday o'zgarishning hojati yo'q-ku. Solinaning navrisini intayin chiroyli yana kelib to'lgan qiz davatmamdi. Kelgusini oldirmay, shundoq bo'lmamdi. Og'rib ketdi. Bu qayer? Xalqaz! Bekle aşırı ettiniz kankas. Kim sizni meni qo'rqitasin debdikan? Sizning qiz bola ekanligingizni o'ylamabdi ekanman. Har ikkalimizning o'zimizga tushliq maxfiyatligi bor, shundoq emasmi? Ish bu yerga yetganda nima maxfiyatlik ekan u? Eng muhimi nolning kitobi zot nada? U kitobni Solilaning navrisida degan edingiz-ku. Menda yo'q. Balkim sehrgarlar uyushmasidagi prasilatdagi panohlik o'rnidan ip ketgan bo'lishi mumkin. Ondaq bo'lsa yipuchi uzilib qopdi. Siz nemishqa 13-numurga qarshi chiqdingiz. Uning har qancha o'sh bo'lsangiz-mi o'zingizni o'ch jazosiga tutib bersangiz bo'ladi. Uningga o'sh. U beklar rezilkan. Nemish yuzbadi? Uning maqsadi sehrgarlik uyushmasidagilarni ham qo'llangan jodugarlarning hammasini o'ldirmoqchi ekanda. Amsi men 13-numurga bir bilet tashlayman. Nima? Odatdagi kishilar jodugarlarni ayira olmaydi. Ularga nisbatan hammasi qotil. Sizning boshqacha amalingiz baxshimamda. Men berib nol sehrgarlik uyushmasidagilarni depib ularni tan kuch chiqarishga qoyil qilaman. Qo'g'langan jodugarlar bilan kitobni o'g'irlab ketgan yiliqi buzruklarni mag'lub qilaman. Mumkin emas. Xon qiz hargizmi buzruklarni yengolmaydi. O'xshamagan tamoqlaring bilan meni o'ldirmoqchi bo'lsang, bu maqsadingga yetayli deb qolding 13-numur. Xon oliylarimi mushundoq sho'rib ichidi. Yoqtirmagan bo'lsangiz, menga amal yo'q. Nur, siz o'lsangiz bo'lmaydi.
Әмсі meni sirtqi chiqqili qo'y. Men tamoqni o'xshitib etalaydigan bir kishini tanıyman. İştiyoruz. Neymiş onu yenemeydi deysen. Varaz, onun da cadugarlarning qonliq tilxiti bor. Tilxat? O cadugarlarning kilish namısı o deyman. Shundaq. Sergarlik uyushmasidagilarning hammasi uyushmaga kiradigan chog'da qonliq tilxat tutib, buzrukvarga sodiq bo'lishga va'da qiladi. Kimki kelishimga xiloflik qilsa, shu zamon g'oyib bo'ladi. Albatta, men shuning ichida. Demak, uni yengishga hech qanday amalinglar yo'q-kanda. Muhabbat qissasi 1-modda saqaytish. Ijro qil, men ori bas. Nöl sehrning bo'shindaq yerlarga ishlatish uchun bu kitobni yozib ekan. Lekin biz urush qo'zg'adik. Nölning orzusini amalga oshiramadik. U soltak bundaq sehrni barliqqa keltirmagan bo'lsa, hozirgacha buncha ko'p avorchilikmi yuz bermaydi. Endi bu gaplarni deganingning nima foydasi? Nöl bularni barliqqa keltirmagan bo'lsa, sehrgarlik uyushmasi va qo'llangan jadugarlarni barliqqa kelmaydi. Agar sehr bo'lmasa, agar sehrni yo'qota olsak, to'g'ri, faqat Nölning amali bor askar. Siz bak qoldisbek aqlliqkansiz. Sizning o'yliq talant egizi desak bo'g'ida. Bu nima deganingiz? Xon qiz. Men bir urush loyihasi o'ylab chiqdim. Nölning sehr qaytara oladiganligini bilasiz-ku deyman. Shundoq. Besh jadu sepi bilan butun vinasini qoplab, bir butun g'oyasur jadu sepi hosil qilaylik. Ondan Nöl sehri qaytirish afsoni bilan butun davlatda hech qanday afsoni ishlatmaydigan qilib etadi. Aslida bundaqmi amal bormi-ti? Men ancha tushunamadim. Bu loyiha asqatami? Sizning boshlig'ingiz bilan bizning Oyxon qiz birlashsa, cho'qim qila oladi. Mushundaq bo'lsa, hech kimga ziyon yetmaydi. Yana qo'llangan jadugarlar 13-nomer buzrukvarlarga zarba bera olamiz. Solina sehrning umumlashida masala bor deb qarg'ankan. Vinasdagi sehrlarning hammasini yo'qotib etib qaytadan boshlaylik. Undan keyin Nölning ayni chog'da umid qilgandek bo'ladi. Bu jang loyihasiga xo'jayinim cho'qim qatnashishi kerak, u deyman. Shundoq, Nöl bo'lmasa bo'lmaydi. Nim bo'ldi? 13-nomer Nölni yarlandirib etib, ondan ep chiqib ketgan. Bir narsa lozimmi? Agar lozim bo'lsa, tayyorlatqizib beray. Bu karvat bekla nachar ekan. Menga hozir almashtirib bersin. Bu o'nkurdagi karvatga taqlid qilinib yasalgan. Siz yoqtirmadingizmi? Yaqinda oq ham yumshoq, ham cho'ng karvatdan birini topgan edim. Lekin tashvira qirindishim sababidan yutirib qo'ydim. Men boshqa qo'shiqqa kerak. 13-nomer. Mening sirtning havosidan nafasangim keldi. Tezda oxirlashadi. Nöl, bu yerda uzun turmaysiz. Shuncha vaqt turg'anim yetarli bo'lmadimi? Askar. Cadugar qiz hozir qayerda? U chaqda men zindonda edim. Qayak ib ketganligini ko'ramadim. Agar men 13-nomer bo'lsam, cho'qim o'zimning xonasiga sulab qo'yatdim. Haqiqiy tushkunlikning simvoli. Momam nimishqa shundaq birsini xizmatkorlikqa tanlagandi. Buncha vola deyish ketamda? Ish qilib boshda Nölni topmasak bo'lmaydi. Askar, sizda Nölning chechi yoki tirnig'i degandek narsalar bormi? Menda u narsalar nima qilsin? Uni nimaga ishlatasiz? Odam izlash jadusiga ishlatdiman. Bizga yordam qilgan yilqi momay esingizda bormi? Shundoq. U mening mo'yim orqali joyimizni tepib olgaydi. Odam izlash jadusini izlamoqchi bo'lgan odamga munosabatli narsaga muhtoj bo'lmaysiz. Ag'a, odatda u yepindigan adiyal degandek narsalar bo'lsa-mu bo'ladi. U soltak undaq narsalarni ep yurmaydi. Uchtisidagi bir qo'rjandidan boshqa hech nimasi yo'q. U kiyimni mutaxi yaqindalar. Uning kiyimi do'konda bor. Ag'a, o'ylag'animdan tez keldi. 4 odam, 5 odam, 6 odam. Hammasining qoldi sehri kuchi bor.
amal tepib tez qechib, Fomigaga berib olayli. Bu ablaqlar shaharda ochiq oshkora qo'l sololmaydi. Mening bir amalim bor. Mushumi amal bo'ldimi? Ko'z oldidan qochib ketishmi nihoyat yaxshi loyiha hisoblanadi. Bak ost kelsiz. Tirik tutishimiz kerak. Bo'libmi ahmoqlik odamni yarlandirib qo'ymanglar. Bo'lmasa nol oliylari yarlanadi. Boshliqingiz sizni bakli yaxshi ko'rdi ekanchimi? Mushundaq chog'dimi chaqchaqqa bordim. İştiyoruz. Sahadi, Lofoda derhal kesip ötken. Oqsi işkence mıtta kuş kovlaş. İcra qil. Men ağrı bor. Bordim tez. Xo'jayiningizni bek yaxshi ko'rdik ekanjimi? Ularni qachirib qo'ymaylik. Plan bo'yicha ish ko'ringlar. Xatarli. Yur, bu yoqqa. Ağa, bu... Aldam qaltisiga tushibdik. Nima? Sen başını kesip öt istiyoruz. O'zim yolg'izmi? O'rgir. Demak, oson bo'lgan bilan. Xalqis, ağa. Bir az chidam. Çatak yo'qdi. O'rgir. Xalqizni nima qildingiz? Qutqizib qo'ydim-ku. Rahmat etmoqchi bo'lsanglar ketinglar. O'lgur qo'qitib qo'ydim-ku. Rahmat etmoqchi bo'lsangiz keyin edi. Berib davlat sekretariga doklad qilaylik. Shuncha kech kapsiz-ku. Darvoza taqilib bo'ldi. At hargit saqlang. Ay, yana ko'rishdik. Sizkansiz-ku. Iliqqa qo'llaringiz ko'rinmaydi-ku. Usul taklami. Bak ish chiqqanjimi? Aha, nima? Meni kirgizvatsanglar bo'lamdi. Bir mehmon saroy tepib tomoq atkizib yemasam bo'lmaydi. Bo'lmasa qosiqim ichib ketadi. Aha. Ko'p rahmat. Hargiz ish chiqarib qo'ymangmi? Japa chekdinglar. Qaytashimizni malol qildigan bo'ldik. Rahmat sizlarga. Bu nima ish? Nima ishimdi? Sizni ko'nglimda butun arg'anliqim tugaydi. Men bu davlatdagi, yo'q butun dunyodagi eng baxtli odam. Kiyimga qarab so'zga o'tiribdi-ku. Ishni tezroq tugataylik. Avar qildim. Sizlarni qilmoqchi. Buni elam. Bu kiyimni qaytarib bering. Yo'q, qo'lini tat. Uni tutib ko'nirtib bitsan, kiyimni purq suslab ketadi. Nima qilganingni bilamsan. Qo'limni og'ritibdi. Boshlaylik. Sizdan o'tinaman. Men uningsiz yashayolmayman. Nima deb ketsanglar mayli. Sizlar barliq mol-bisotimni beray, faqat mushini qo'yib qo'yinglar. Men uni intayin yaxshi ko'raman bo'lamdi. Ko'nglim nechap ilishdi. Xalqis, bo'ldi, karingiz bo'lmasa. Biroq amsi buni nima paypig'i bilan tegishay. Qandoq bo'lamdi? Paypoq demsiz. Uning oppoq putlariga tegib turadigan kaygili shuncha kun bo'lgan paypoqmi? Ma'qul. Gapimiz gapjimi? Men jinimni tikib qo'yib bo'lsam, uni yaxshi qo'g'dayman. Bildim, amsi bu shundoq bo'lsin. Xalqis. Bitti. Sen texi sehr chamberksiz olamsan. Jodugarga shuncha uzun xizmatkor bo'lib tursan. To'xtanglar, sizlar nima qilmoqchi? Xotirjam bo'l. Uyingni kuydirib atmaymiz.
Kulağlar dağıttılar. O da kımağlar, o giyimini köydürmek bolsanglar, meni koşup köydürünglar. Tez bolunglar. Qarаңғы үй, taş tam, qushning sayrag'an ovozi, shamol ovozi, qonning hidi. Moshuna qilsa qayerligini bilgil bo'lamdi. G'uvo bo'lgan uchurlarga tushuncha berish orqali to'g'ri bo'lgan javobga erishgili bo'ladi. Mana bu jodugarlarning rahmonligi. Ha. Qarasam, xon qizning rahmonligimi Solinadan kelishmog'idek. Nül, Prosto qal'asida bir munarning ichidiki. Bundaq bo'lishini bilgan bo'lsam, seni yalınmaz edim. Butun Venusni qoplaydigan halqa silish undaq oson ish emas. Putti, hodimi. Ha? Yana to'rt qoldi. Askar agar nolni qutqizib chiqsa, 13-dan bir cho'qim ishlimga qarmasdan qo'g'lab Amsa keladi. tezroq qutkizaylik. Tez yugurang, tez. Oho. Nima degan egiz? Balki munari? Prosto xalqida qushning sayrig'ini angliqli bo'lgan munar mushugu deyman. Har yili mushu faslda qarlig'ashlar balki munariga uv soladi. Jasurlashtir alamsan. Ilgari xandonlikning chavandoz bo'lganligim uchun xon qizning ochgan poliga asosan mushundaq yakun chiqadi. Sar vaqtida jalliqning qo'g'dash xizmati kuchayib ketadi. Tong yurishdan burun ishni bitirishim kerak. Qaysi yo'l bilan munarga kirma? Nadimi yo'l bo'lsin? Ha? İnsanlarga nisbatan yo'l yo'q. Lekin ağa, siz borsangiz, Ha? Bu ishni yuzidan ko'rsatgan yo'liga qara. Mush ig'irtinim bilan qandaqmi bu xil harakatni qilish qilmas kerak. Rostla bak egizgan. Men hozir tabiiy jismlarga sehriy chambersiz alaydigan bo'ldim, mama. Solina, uning bu holati sizga bakli o'xshaydi. Va Xalqas, qechishga tayyorlan. yo'q. Ularning qo'shini allaburun Uy, abla. nol sehrgarlik uyushmasi ekan. Ko'pchilik Arabas janoblari, sizga ish bo'lmagandi? Xizmatkorlaringizmi bilgan? bu joyni qandoq topdinglar? Buzrukvar sizni o't jazosidan qechib chiqqandan keyin mushu joyga keladi deb ko'rsatma berdi. Buzurgvar shundoq dedimi? Arabas janoblari, siz bu urushni oyoqlashtirmoqchimi? Shundoq. Biz sizni qo'llaymiz. Siz ko'ydirish sahnasida qarshilik gulxonini yoqdingiz. Bu so'zlaringiz Venasdagi butkul jodugarlarning quliqiga yetdi. Bu Jang aytib tezda boshlandi. Biz o'z kuchimizga tayanib Prosto qal'asiga hujum qilamiz. Hurra! bu bo'lmaydi. Ha?
Solina'nın birden bir evladı bulup süptüm bilen, yani sihirgerlik uyuşmasının vekili bulup süptüm bilen, köpçülüknün gepimni anlışını ümit kılaman. Men bu dövleti can pıltısı sihirgerlikni çeklinmekçi. Gerçi işinishni xohlamasaqmi, Buzrukvarning degini bilan o'xshash chiqdi. Ha? Hürmetki sazavar Solina'nın nevrisi bolsunuzmu? Hazırda başlap siz bir hain. Eğer köpçülükning arzusu hainlik qilman deydikansiz, bizni yuz xatir qilmadi deb ag'rinma. Köpçülük özünglarni bir söylanglar. Men qandaqmı sizlarga xoinlik qilay? Bu ishning sababini tafsili tushundiray. Aribas janoblari, sehrgarlik uyushmasidagilar adil qaror ma'qullab, sizni qandaq bir taraf qilishni bekitdi. Deydigan gapingiz bo'lsa, ana shu chog'da qiling. Taslim bo'laylik. Bo'rdimi? Baribir qocholmaymiz. Ser chambarkini qaytisiz olaymiz. Lekin siz o'lib ketsangiz hargiz bo'lmaydi. Lekin Agar Solina bo'lsa-mu, shunda qilgan bo'ladi. Sehirni cheklam degan. Uning sehirni vinasida yo'qotmoqchi bo'lgani rostganda. Sehrni barliq keltirgan odam bo'lmasa, unda qilolmaydi. Biror qila olgan holatdimi, odamlar bilan urushdan burun qilish kerak. Agar shunday qilsa, biz jodugarlarning g'alaba qilishimiz hargiz mumkin bo'lmaydi. O'ladigan bo'ldim deb ekanman. Mushu javolar bilan sizni og'ili kelganligin qarshi olmasangiz bo'lmas, xo'jayin.